Men bu yoqqa o'ting, bu yoqqa o'ting. Qani isirig'ingiz, men o't qo'yib yubormang yana. Bu yoqqa o'ting, bu yoqqa o'ting, bu yoqqa o'ting. Men manitimga o'ting to'g'riga. Ha. Xo'p, sizga 4 ta savol beraman, ha? Lo'li qizlarda ham aqllisi bor deb borligini bilib qo'ysin hamma. Dinimiz nima? Dinimiz islom. Qattiq gapirasa. Kitobimiz? Kitobimiz Qur'on. Maşallah. Payg'ambarimiz kim? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Xo'p. Nimani sog'inamiz biz? Nimani sog'inamiz? Jannatni. Oo, maşallah. Jannatda kim bor? Jannatda payg'ambar bilan Alloh bor. Alloh bor. Bugun ikkita qaysisini topshirdingiz? Alloh taoloning ism fazilatlarining ikkitasini qaysini topshirdingiz? Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maşallah. Ana, ko'rdilaringmi? Har bir inson lo'lilarni haqorat qilishdan, ularda jirkashidan oldin o'z farzandi yoki jiyanlariga xuddi shu savollarni berib ko'rishni iltimos qilib qolardim. To'g'ri tushunasizlar, bu qiz bizni klientimiz, mijozimiz har safar kelib biz bilan suhbatlashib bir narsalarni o'rganib ketadi-da.